bo'lsa men mikrofonni ochishni so'rardim debdi. Men bu masala Telegram kanalidan so'z olishni istar edim agar savol-javob boshlansa. Marhamat, Bobomurod aka, sizning mikrofoningiz ochiq. Xush kelibsiz. Agar savol bermoqchi bo'lsangiz, marhamat. Bo'lmasam yana YouTubedan boshqa savollarga javob berishda davom etaman. Assalomu alaykum. So'z berganingiz uchun katta rahmat. Qur'onda namoz haqiqatan ham salot deylik, shuni forscha so'zini ishlatmaylik. Borligini doimiy tortib mavzular bo'lib kelgan, Kamol Yo'ldoshga o'xshagan Qur'oniylar bilan ular mutlaqo yo'q deb keladi yaqingacha. Siz aytdingiz, endi hozir isbotlagandan keyin xohlagan paytda o'qisa bo'ladi deb kelyapti. Lekin xohlagan paytda ham o'qisa bo'lmaydi. Vaqtlari belgilangan. Bobomurod aka. Siz Bobomurod aka. Aha. Kechirasiz, ovoz bu darajada sekin kelyaptiki, bilmayman qolgan kuzatuvchilarga eshitilyaptimi? Bilmayman, men mikrofonim, telefonimni xuddi telefonda qulog'iga tutib gaplashganda gaplab turibman hozir. Yaqin olib kelib. Ha, bo'ldi. Mana Alo. Alo. eshitilyapti, zo'r eshitilyapti. Xo'p, Endi siz bugun Aha. Marhamat. Men bir narsani endi qaytadan bu qisqa qilib takrorlayman hozir, eshitilmagan bo'lsa aytgan narsalarimni. Rahmat. Bu yerda sizni yoziluvchilaringiz ham boshqalar ham noto'g'ri tushunishini xohlamayman. Ayrim Qur'oniylar Kamol Yo'ldosh, uning yoziluvchilari, o'zining ustozlari bor, mana bayon nima deydi? Ihson Elachi, keyin Yashar Nuriy O'zturk. Ular namoz Kamolga o'xshaganlar umuman yo'q deb keladi. Yo'q, Qur'on kelmaydi. U ritual, u xohlagan paytda o'qiyverasan. Lekin mana siz bugun ko'rsatuv bag'ishlabsiz, haqiqatan ham unday emas. Salat, ya'ni Alloh bilan aloqaga chiqish ibodat shaklida buyurilgan va shunday deb isbotlaganimizdan keyin, oyatlar olib kelib boshlaganimizdan keyin Kamol Yo'ldoshlar yo'q, bor namoz biz yo'q demagandik. Faqat xohlagan paytda o'qisa bo'ladi deb boshladilar. Bu pozitsiyaga siz bugungi jonli yayiningizda yo'q, xohlagan paytda ham emas, aynan vaqtlari belgilanganligini ko'plab oyatlarni olib kelib ko'rsatib berdingiz. Bu yaxshi. Bu endi hamma Qur'onga qaytgan hamma ham bir xil emasligini mana ko'rib turibdi odamlar. Lekin menda boshqa o'sha o'zimiz avvalgi tortishuvni savollari bor-da. Siz bugun 5 vaqt namoz deb olib keldingiz. 5 vaqt deb olib keldingiz. Qur'oni Karimda har bitta namozni vaqti belgilanganligini mana aytdingiz. Jonli ham 1,5 soatdan oshiq vaqt shuni tushuntirdingiz. Xuddi shunday Qur'oni Karimda har bir o'sha vaqti belgilangan namozning nomlari ham berilgan, to'g'rimi? O'z yonida nomi ham berilgan. Misol uchun Yo'q, har bir namoz nomi berilmagan. Aha. Har bir namoz nomi berilmagan Qur'onda. Berilgan? Yo'q, berilmagan har bir namoz. Nimaga berilmagan? O'zingiz olib keldingiz-ku boya. Nom Salatul Fajr deyilgan, Salatul Isha deyilgan. O'zingiz aytdingiz-ku. Ana shu joylarini balki yo men tushuntira olmaganman yoki siz tushunmadingizmi? Bu yerda xohlasangiz, qarshi bo'lmaysiz, o'sha joyda aynan takrorlashim mumkin. Bu oyat namozning vaqtlarini va sonlarini va nomlarini chegaralash va bu haqida ma'lumot berish uchun qaratilmagan. Urg'u bu haqida emas, mavzu bu haqida emas. Mavzu kundalik namoz vaqtlarining aynan qaysi vaqtlarida yosh bolalar ota-onasining uyiga kirishga ruxsat so'rash haqida. Yo'q, Nur surasi 58-oyatni aytib turganim yo'qmi? Men umuman aytyapman. Qur'oni Karimda qayerda salom ibodat, Alloh bilan aloqaga chiqish ibodati ma'nosida kelsa, yonida uning nomi kelgan va turing
turing, yani aqimus qiyomga turing, tikka turing, namozga turing degan so'z kelganda, mana siz hozir 5 ta deyapsiz-da. 5 ta Hop, bo'lsa, boya 2 ta 3 tasini nomini olib keldingiz. Salatul fajr dedingiz. Ha. Salatul isha dedingiz. Yana 3 tasini nomini olib kelib bera olasizmi hozir? Bor nom, Qur'onda bor, lekin qolgan 3 tasi ham demak bo'lishi kerak. Olib kelib bera olasizmi nomlarni? Mana salatul vust dedingiz, o'rta namoz dedingiz. Siz uni eng Aha. o'rta deb aytdingiz. Mana 3 tasini ham olib keldingiz. Qolgan 2 tasini olib kelib bera olasizmi? Qarang, bir narsada hozir mana suhbatda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biron bir moddani nomi farqli bo'lishi yoki nomi bo'lish bo'lmasligi uni bor yoki yo'qligiga ishora qilmaydi. Go'sht deymizmi, et deymizmi, go'shtligicha qoladi. Qur'oni Karimda 5 vaqtga ishora qilganda kunduzgi 2 namoz deydimi? Demak, ikkala peshin bilan asr bu kunduzgi namoz. Bu mana shu dalolat qiladi 2 ta vaqt ekanligiga. Bu yerda namozxonni, bir musulmonni bir ibodatni qilishdan maqsad uning asl maqsadi uniga turtki bo'lgan narsa bir ibodatni nomimi yoki buyurilgan buyruq va qaysi vaqtda va qanday qilishligimi? Nomi bo'lmasa bir ibodat qilinmaydimi? Mantiqan Tarafayn nahor, kunduzni 2 ta tarafida dedim. Demak bu men ayta olaman kunduzgi namozlar deyman. Qarang, Hatto Bahrom, peshin demasdan ham aytishim mumkin. Savolingiz mantiqan to'g'ri. Nomi bo'lmasa ham siz hozir o'sha buyurilgan kunduzning 2 ta tarafida degan namozni olib kelyapsiz-da. Hud surasi 114-oyatni. Lekin 5 vaqt namoz buyurgan Alloh 3 tasining nomini, birini salatul fajr, ikkinchisini salatul vust, uchinchisini salatul isha deb nomi bilan berib, aqimus salat deb tursa-da, qolgan 2 tasiga nom bermaganmi shunda Qur'on? Vyходит. Xulosa shunday chiqyapti-da sizdan. Xo'p, endi javob bersam, so'z shunday. Hop. Alloh taolo siz aytgan oyatda, Nur surasida siz aytgan iborani olib kelmagan. Siz hozir qo'shib bordingiz. Yo'q, men Nur surasi 58-oyatni aytyapman. Yo'q, umuman aytyapman. Siz unga Nur surasini unutaylik, 58-oyat. Umuman so'rayapman sizdan. Ha, endi umuman mana endi to'g'ri savol berdik. Hozir shunday boshqa tomonlama, boshqa yondan savol beramiz. Bir-birimizga aytamizki, yo'q, Alloh siz men taolo savolimga javob bering-da. Mana siz Nur 58 ga ushlanib qolgansizda shuni so'rayapti deb o'ylaysiz. Men Nur 58 ni so'rayotganim yo'q. Bu umumiy Nur surasini xo'p o'qimadik deylik. Boshqa oyatlardan javob beraman. Alloh taolo kunduzgi namozni o'qing deb va kechki namozlarni o'qing deganda birortasini ham nomini aytmadi. Alloh uchun namozlarning nomi muhim emasligini aytdi. Namozning vaqtlari insonlar uchun muhimligini Nur surasi aytdi. Namozni farz qilgan joyda biror joyda namozning nomini aytmagan. Kunduzi degan, kechasi degan. Salatul fajr, salatul vust, salatul isha deb aytdingiz-ku, aytgan-ku, birorta joyda aytmagan. Boya aytdingiz siz efiringizda. Endi buning sababi avval Alloh taolo kunduzi 2 mahal degan bo'lsa, yosh bolalarni ota-onasini oldiga kirayotganda kech paytki namoz vaqtlarida kirmang desa tushunarsiz bo'lardi. Chunki aynan qaysi namozdan keyin, qaysi namozdan avval va kunduzi aynan qaysi vaqtda, asrmi peshinmi desa, ko'proq kun isiganda kiyimini yechadigan paytda deb shunga zarurat bo'lganligi uchun aniqlik kiritish uchun namozlarni vaqtini nomini kiygizgan. Ya'ni agar tasavvur qiling, Nur surasiga kunduzgi namozlardan keyin kirmasin desa, kunduzni qaysi namozing deydi? Ikkalasimi, bittasimi? Yoki kechki vaqtda desa, kechki vaqt namozdan keyin, xufton namozidan keyin kirmasin desa, xuftondan avval shomon boru deydi. Bomdod ham kechki namozga kiradi degan shu savollar bo'lmasligi uchun kechki namozdan keyin, ertalabki namozdan avval shu tushuntirishga zarurat bo'lgan Alloh taolo shu joyda
vaqtlarini keltirib, nomlarini keltirib qo'ydi. Hop. Lekin namozni farz qilgan oyatlarda namozni vaqtiga urg'u bermagan Alloh taolo. Nomiga bermagan, faqat vaqtiga bergan. Endi yana bir savolim sizga. Mana Hop, siz hop. Nur 58 dan chiqib ketolmayapsiz-da, yana shu Nur 58 ga qaytib kelyapsiz-da. Mayli sizni aytganingizdan bo'lsin. Chunki siz nomlarni o'sha joydan olib kelgizayapsiz-da, shuning uchun javob berdim. Yo'q, Salatul Vustam bor. Boshqa joylarda Salatul Vustam bor. Xo'p. Mayli U nom emas. Hop, hop. qarang. 58 ga bo'pti qaytamiz. Siz ham nima deysiz? Sizni ham sazon baliqingiz o'lmasin deymizda. Siz aytayotgan joyda ikkita namozni nomi kelgan. Salatul Fajr, Salatul Isha kelgan. Lekin Qaysi joyda? yashadigan tushlik payti deganda u namozni bir vaqt sifatida kelmagan. U yerda просто обеденное время, kunni yarmi sifatida kelgan. Bu mayli, unga biz Demadim uni ham. Yo'q. Namoz deganim yo'q. Men uni ham namoz deb tarjima qilgan anavi kim hozir nomini aytingiz, o'sha shu odamga Yashar e'tiroz Nuri O'stur. qildirdim. Yashar Ha. Nuri O'stur. Yashar shunga raddiya sifatida aytdim. U yerda namoz yo'q. U yerda umuman namoz degan gap yo'q. Peshin so'zi bor, lekin namoz degan so'z yo'q u yerda. Endi bu yerda ikkita namoz bor, shuni ishorat qiladi. Xo'p, qarang. Demak, siz hozir diqqatingizni tortayotgan o'sha Nur 58 da faqat ikkita namoz kelgan. Salatul Fajr, Salatul Isha. Buni hal qildik. Endi Hud surasi 114-oyat bo'yicha menda sizga savollarim bor. Qarang, keyingi savolingizga o'tmasdan bir nuqtaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim, maylimi? Aha, aytavering. Nima uchun Nur surasida tushlik vaqtida, ya'ni kun isigan paytda dedi uchun namozda aytmadi bu yerda. Bilasizmi? Sababini aytib o'tib ketdi, hikmatini. Chunki peshin namozini 2 soat, 3 soatdan keyin o'qisa ham bo'ladi. Shuning uchun aytdi. Bu yerdagi urg'u namozga aloqador emas. Bu yerda urg'u aynan kun isigan paytda. Chunki aynan kun isigan paytda o'qimash mumkin. Biz payg'ambarimiz ham 2 soat, 3 soatdan keyin sal to'xta, Bilol ozon aytmay tur, bu safardalik paytda sal issiq tarqasin, sal quyosh zahrini, issiq nimasini olsin, qaytsin, shundan keyin o'qiymiz degan. Shunaqa mumkin bo'lgan. U hadislarda shunday. Men hadislarga umuman tayanmayman. Siz tayanavering, men hadisni umuman tayanmayman. Hadislarda shunday, ha, Bilol to'xtab tur, issiq o'tsin, keyin o'qiymiz degan. Hadisda shunday, da. Men faqat hozir Qur'onning o'zini matnidan kelib chiqib gaplashaylik deyapman. Hadis aralashtirmaylik, iltimos. Xo'p, davom eting. Talkashish ana shu hadisdan keladi, har balo. Xo'p, Hud surasi 114-oyatga kelamiz. Demak, Nurida ikkita namozni nomi aytilgan. Salatul Fajr, Salatul Shom. Buni unut. Hud surasiga kelamiz. Qarang. Hud surasini 114-oyatini siz endi o'zingiz o'qib bersangizda arabchasini. Men keyin sizga arabchasi bo'yicha savol beraman. Siz o'zingiz aytishingizni xohlayapman shuni. Men bilaman, mana oldimda talaffuzi turibdi. Hud surasini. Va aqimus salata tarafay an-nahri. Shunday boshlanadi o'sha oyat. Astag'firullah va aqimus salata tarafay an-nahar. O'sha namozni kunduzning ikkita tarafida. Xo'p. Kunduzning ikkita tarafida ado et va tundan yaqin bo'lgan vaqtlarda. Aha. Bir jumla tugadi. Sizga savol. O'zaro biz 3 kishi bo'lib mana shu masalada bahslashganda ham savolni berganman. Taraf degan so'zning tarjimasi qanday bo'ladi? Teng, yarim, yo'q, tarafdan boshlamaylik-da, nahardan boshlaylik. Nahar degan so'z tarjimasi qanday? Kunduz. Xo'p. Kunduz degani nima degani? Quyosh chiqib turgan paytlar, ko'rinib turgan paytlar, to'g'rimi? To'g'ri, kunduz deyiladi. Ha, ana shunga nahr deyiladi. Nahr. Nahr oshi degani kunduz oshi degani o'zi. Tunda u qorong'udagi osh emas. Mana nahr degan, to'g'ri tarjimasi nahr. Quyosh ko'ringan payti boshidan oxirigacha nahr deyiladi, kun deyiladi. Endi tarafchi, taraf. Taraf degani nima degani?
tarjimasi. ikki bo'lim degan ma'nosi bo'ladi. Ikki qism Lekin degan. taraf so'zini siz Qur'ondagi o'zini boshqa joylarda joylari oyatlarga qarasangiz ham va Qur'on bo'yicha tuzilgan lug'atlar, bugungi hattoki mana zamonaviy arab tili lug'atlariga qarasangiz ham taraf so'zi bir butun narsaning ikki yarmi, ikkita tarafi yoki bo'laklari degani emas. Uchi degani, uch, konечности. Men bu so'zni, mana shu taraf so'zini o'sha arabcha lug'atlardan ruschaga, inglizchaga, keyin o'zbekchaga ham qidirib ko'rdim. Hammasida inglizchada limbs deb beradi. Limbs, konечности, ya'ni uchlari degan. Endi qarang. Xo'p, demoqchisiz ikkita uchi bor deyapsiz, to'g'rimi? Ikkita uchida degani. Endi kunning birinchi uchi qayer bo'ladi shunda? Siz shu ma'noni beryapsiz. Avval siz Yo'q, bergan men ma'noni men hali berayotganim yo'q. tasdiqlaganim yo'q-ku. Shu rosa to'g'rimikin? Qani oyatlarga murojaat qilaylikchi? Yo'q, siz lug'at emas, Qur'onni o'zidan chiqmaylik deyapti-ku. Qur'onda boshqa oyatlarda deb aytasiz. Boshqa oyatlarda qarang. Bir jismning yoki bir vaqtning bir boshi, bu boshi va narigi boshi deyapsiz. To'g'rimi? To'g'ri tushunibman? Boshlar konечности, uchlari degan. Bu narsa demak vaqtda yoki moddada jismda ikkita bo'ladi deyapti. Masalan, arqonning uchi, qalamning uchi degan, to'g'rimi? Mana nayzaning uchi, ikkita uchi. Bu uchi bor, endi savol. narigi uchi bor. Endi siz qarang. Sizga Toha surasining 130-oyatining oxirgi jumlasini o'qiyman. Fasabbih va atrof. Men ochayda. Siz ochguncha o'qiyman. 130. Toha 20-sura Qur'ondagi. 130-oyat. Oyati nechi? 130. 130. Xo'p, ochdim men. Oxirgi iboralarni qarang. Fasabbih va atrofan nahari deyapti. Allohga tasbih ayt. Qachon? Kunduzning taraflarida deyapti. 3 va 3 dan ko'p bo'lgan taraflarda deyapti. Qani endi siz aytgan ma'noni berib ko'ringchi? Yo'q. Ikkita emas, 3 va 3 dan ko'p bo'lgan taraflarda deyapti. Ha, siz aytyapsiz bitta narsani ikkita uchi bo'ladi deyapsiz. Demak bu yerda 3, 4, 5, 10 gacha bo'lishi mumkin ekan. Tushuntirib bering shu oyat. Xo'p. Qani shu ma'no endi ikki qismi deyilarmikin? Fasabbih va asrafa degan, to'g'rimi? Taraf so'zi. Atrofun degani atrof, bo'limlar degan, atrafa degan. Atrofu endi izofasi bor. Atrof, atrofi. Xo'p. Ya'ni taraf emas-da, atrof, ko'p taraf degani. Xo'p. Ma'no berib ko'ring. Kunning ko'p uchlarida emas, qismlarida deb aytyapsiz, to'g'rimi siz buni? Men aytmayapman, siz ma'no berib ko'ring deyapman. O'zingiz aytgan ma'noni shuga qo'yib ko'ring. Uchlarida, kunning uchlarida deyilgan. Siz hozir 3 ikkita bo'ladi. Bir boshi, bu boshi deyapsiz, endi 3 to'p qoldi-yu. Yo'q. Arab tilida ko'plik 3 dan boshlanadi, ketaveradi bu yog'i, 9 gacha. Qarang. Agar jami qilla bo'lsa, jami taksir bo'lsa 99 100 ming ketaveradi. Bahrom. So'ngsiz. Qarang. 3 burchakda nechta uch bor? Uchta uch bor, to'g'rimi? 4 burchakda 4 ta uch. Davud yulduzida 6 uch. Uch bo'laveradi moddiy narsalarda. Uch degan ma'no 3 kelaveradi. Bu yerda ana shu ma'noda ishlatilgan. Gap bu, siz gapni boshqa buraya 3 bo'lmaydi, u burchak bo'ladi. 3 bo'lmaydi, u burchak bo'ladi. Uning nomini burchak 3 demaydi. Ikkita narsaning ikki tarafini, ikki qismini 2 uchi deydi. 2 uchi. Ha, 3 burchak narsasini burchagi deydi. 3 uchi demaydi-yu. 4 burchakda 4 uch demaydi. 4 burchakda 4 ta burchak deydi. Burchak boshqa, 3 boshqa. Qarang. Xo'p. Kunga qarang. Shu yerda ham kun ishlatilgan o'zi. Men sizga moddiy, men sizga kun ma'nosida emas, moddiyatga nisbatan burchak ko'p bo'laveradi deyapman men. Lekin biz moddiyat haqida emas, namozning vaqtlari haqida gapiryapmiz-ku. Xo'p, hozir bu yerda Allohga tasbih aytish to'g'risida, siz aytgan Toha surasi Allohga tasbih aytish to'g'risida ketyapti. Lekin namoz gap bu so'z bo'layotgani yo'q bu yerda, lekin taraf so'zi ishlatilgan. Ko'plab taraflarida deb aytyapsiz. Xo'p, ko'p taraflarda. Xud 114 ta qaytganda, qarang.
tarafay deyilgan. Ha, As-salatu tarafay an-nahar. evet. Buni mana shu so'zni aynan tarjima qilgan men ruslarda, inglizlarda, boshqa tillarda men ko'ryapman va mayli lug'atni olmaymiz. Qur'onni o'zidan deymiz. U hammasida kunning ikki uchida yoki bir xilla ichiga kirib tarjima qilgan, aytayaptiki, kunning boshida va oxirida, ya'ni bu fajr bilan hozir biza shom deb aytadigan kun botar namozini aytayapti-da. Ikkita namoz chiqyapti bu yerdan. Ertalabki va kun botgandan keyingi namoz. Ha, kun botgandan keyin kun tugaydi-yu, u kechki bo'ladi-yu. Yo'q. Qanday qilib aytish mumkin? Kun botgandan keyin kun botgandan keyindi degani oqshom degani, kechki degani. U oqshomning uchi bo'lib qoladi-yu, kunduzning uchi bo'lmaydi. Oqshomning ikkita uchiga aylanib qoladi. Bir uchi. Bir uchi oqshomning uchi, bir uchi kunduzning uchi. Mana endi nahar so'zini boya tarjimasini aytdingiz. Ikkita uchini ham siz hozir rad qilyapsiz. Boshqa kun arablarda bizda emas. Bu biz hozir kunni boshlanishini Rim mushriklarini kalendar, Gregorianskiy kalendar va odatlari bo'yicha qilyapmiz-da. Gregorian Rim mushriklarini qoidasi bo'yicha kun ertalab tong quyosh chiqqandan chiqadi. Siz boya efiringizda aytdingiz, kun ertalab quyosh chiqqandan keyin yorug' boshlagandan keyin kun boshlanadi dedingiz. Endi qarang. Arablarda va umuman yahudiylarda ham, somiy xalqlarda kun qachon boshlanadi? Boshlangan ham. Hozir ham boshlanadi. Qachondan dedingiz? Kun qachon boshlanadi arab xalqi, somiy xalqlarda, arab, yahudiylarda? Avval ham boshlangan, hozir ham. Quyosh chiqqandan keyin. Quyosh chiqqandan keyin boshlanmaydi. Aha. Kun botadi-ku, kun botib biz hozir xufton deydigan namoz boshlangandan keyin boshlanadi kun. Ularda kun xuftondan keyin boshlanadimi kun? Men tushunmayapman aka. Xuftondan keyin emas, shom namozidan keyin boshlanadi. Mana ne qilib boshlanadi? Qanday arablar, mana qarang, siz mana shu yerda kun so'ziga Rim mushriklarini tushunchasidan kelib shunaqa baho berib o'tiribsizlar. Nahorga qanaqa qilib unaqa nahor ma'nosiga qanaqa qilib xuftondan keyin shomdan keyin kiradi nahor deyish? Yo'q, men 24 soat sutkani aytyapman. 24 sutka. Kunduzi boshlanayotgani yo'q. Kun deganda siz hozir yorug'lik bilan 24 sutkani ajratib oling. 24 sutka ertalab quyosh chiqqandan keyin boshlanmaydi. 24 sutka arab xalqlarida, somiy xalqlarida shom tugagandan keyin, ya'ni yulduz ko'ringandan keyin boshlanadi. Nimaga? Isbotlab beraman. Ramazonni birinchi kuni qachon boshlanadi? Ertalab boshlangandami yo shomdan keyin boshlanadi? O'zingiz ayting-ku. Ramazon har yil kutamiz. Ramazon ibodatini bajarishlik. Yo'q, ibodatga o'tmaylik. Ibodat Ramazon ibodatda. Shu Ramazon. Qarang, men ibodat to'g'risida so'rayotganim yo'q. Ramazonni kuni, birinchi kuni qachon boshlanadi? Ramazonning kunimi? Soat nechilardan boshlanadi? Ramazonning kuni ertalab quyosh botgandan boshlanib Ramazonning birinchi kuni deydi. Kech kirganda Ramazonning bir kuni ibodati tugadi, Ramazonning birinchi kunligi tugadi deydi. Ertasi kuni quyosh chiqqanda yana o'sha ibodat vaqti boshlanadi. Bir siz borku, siz og'iz yopish vaqtlarini aytmang endi. Og'iz yopish u mutlaqo boshqa narsa u. Ramazon degani og'iz yopish deganida boshqa ma'nosi yo'q. Ramazon degani kunduzi yemoq ichmoqdan va jinsiy aloqadan tiyilish degani. Ramazon shu aka. Bahrom. Siz Ramazon deganda faqat yeb ichishni tushunib turibsiz-da. Mana siz kallangiz o'sha yerga ketyapti. Men sizga u yeb ichish, roza tutish yoki tutmaslikni emas, kalendarning 24 soati qachon boshlanadi? Mana bir arab bor, xristian. Ramazon oyi kiradi, o'sha xristian uchun ham shu Ramazon deb aytiladi. Lekin u roza tutmaydi. Ana shu roza tutmaydigan arab uchun Ramazonning 24 soatlik sutkaning birinchi qachondan boshlanadi? Ertaman quyosh chiqayotgandan boshlanadi Ramazon birinchi kuni. Ama siz adashyapsiz. Somiy xalqlarda hammasida kunning 24 soatlik sutka, kunduz deyotganim yo'q. 24 soatlik sutka shomdan keyin boshlanadi.
Ya'ni nimaga o'xshatyapsiz? To'g'rimi? Soatda ixtiro qilgan odamlar qo'ygan qonunga ko'ra 12:24:00 dan keyin yangi kun boshlanadi. Shunga o'xshab sal ertaroq boshlanadi deyapsiz, to'g'rimi? Ha, bizda hozir Rim kalendari bo'yicha 24:00 dan keyin boshlanadi. 20 keyingi Siz kun xuddi shuni sal 2 soat, 3-4 soat ertaroq boshlanadi deyapsiz. ha, arablarda xuddi shunday. Arablarda aynan shunday. Buni nima uchun Lekin qilyapti? Qur'onga ko'ra unday emas. Lekin Qur'onga ko'ra unday emas. Arablarning qonun hukmiga ko'ra emas. Ramazon Aha. ertalab quyosh chiqishdan shu quyosh chiqdimi, Ramazon boshladi. Ana shu to quyosh botguncha endi Ramazon kuni hisoblanadi. Ana shu paytda Ramazonda ibodati, vazifalar boshlanadi. Xo'p, Kechasi Ramazon hisoblanmaydi. U yerda Ramazon degan ibodat yo'q. Bemalol endi taqiq qarang. yo'q, boshqa yeb, ichib, boshqa qilib qilish mumkin. Xo'p. Qarasho. Men qarang. Ramazon ertalab tong atgandan keyin boshlansa, nega oy ko'rinishiga qarab oy kunduzi ko'rinmaydi-ku, tunda ko'rinadi-ku. Как раз таки shomdan keyin ko'rinadi-ku. Oy ko'rindi, Ramazon tushdi deb nima uchun unday deydilar? Chunki kunduz ko'rishni iloji bo'lmaganligi uchun-da. Kunduz ko'rishni Ey, Bahrom, qo'y. ha, Ramazon oyini tugashi ham, boshlanishini ham tugashini ham oy bilan. Ya'ni shomdan sizga hozir bilingan musulmonlar sizga bitta savol beraman aka, qarang. Bobomurod aka, savol. Hozir hech qaysi rivojlangan davlatlar oyga qaramaydi. Hisob kitobni puxta bilganligi uchun shunday taxminan уже bir oy 20 kun avval Ramazonni kunini belgilab qo'yapti. Bu yerda nima oyda ahamiyat qolmayapti. Biz davlatlar Qarang, bilan ishimiz ana yo'q. shu Ramazonda sizga savol. Sizga savol. Ramazon bir oy avval belgilab mono oyning mono kunidan boshlanadi deb qaysi kunda aytyapti? Bir kun avvalgi asr vaqtini aytyaptimi? Ramazon mondan boshlanadi deb yoki aynan kunduzgi kunning chislosini aytib aytyaptimi? Ramazon monondan boshlanadi deb. Oldindan Ramazon mana shu kunda keladigan degan oldindan aytilgan bashoratlar bor-ku, bu astronomik hisob-kitoblar qilinib, buni biz Beruniy, Al-Xorazmiy, Ulug'beklar ham qilgan buni. Teleskopdan ko'radida qachon aylanib kelishini hisoblab chiqib aytadi. Xuddi shunday aytilyapti. Lekin 24 soatlik bir kun baribir ham Qur'onga ko'ra ham siz Qur'onda ham oy ko'rinishi bo'yicha kun hisoblanishi oyatlari bor. Nomerlarini men bilmayman. Lekin aynan oy ko'rinishi bo'yicha. Oy ko'rindi, Ramazon keldi deydi. Oy ko'rindi, Ramazon chiqdi deydi. Bu shomdan keyin bo'ladi-ku. Ramazonning oyi ko'rindi deydi, to'g'ri. Oy ko'rinsa Ramazonning oyi ko'rindi deydi. Men qarang, men Ramazonni prosta bir oyni misol keltirdim. Boshqa oylarda ham oy ko'ringandan keyin mana arabcha hisobda Shavvol oyi, Robiul avval oyi, bir sürü oylar oy ko'ringandan keyin aytiladi. O'zingiz mendan yaxshi bilasiz-ku. Xo'p. Lekin hukmlar Ramazondagi savm, siyom hukmi mana qarang, siz bir narsani adashtirib, biz hozir Ramazonga kelib ketmaylikda, bak qarang, Ramazonda kunduzi to'liq ro'zali o'tkazing deyapti. Ya'ni kunduzini ro'zador o'tkazing deyapti. Bu yerda Bahrom, voy. bitta narsani farqlab olaylikda, chalkashtirib yormang. 24 soatlik bir kun bor, keyin kunduzi bor. Uni ham biz kun deymiz. Mana shu yerda bizning tilni kamchiliklari chiqadi. Endi bu yerda siz nima bor-ku, 24 soatlik kun oy chiqqandan keyin, ya'ni sutga arablarda shomdan keyin boshlanadi. Shomdan keyin boshlanib, keyingi shomgacha hisoblanadi. Bu bir. Men nima uchun buni aytdim? Aqimus salata tarafay nahri deganda va zulafan minal layli deganda bor-ku, bu yerda tong yorishib, quyosh chiqishidan oldin va kun botgandan keyin hali yulduz ko'rinmay turgan ekan. Bu yerda men tarafay deganda 2 degan so'z ishlatilmagan, lekin uchlarida degan ma'noda kelgani uchun kunduzni boshqa uchi bo'lmaganligi uchun 2 ta deb bu yerda kelyapti. Bu yerda 2 ta namoz fajr bilan hozir biz shom deydigan kunbotar namozi. Ana tunda layli inan hasanati nima degan yuzibna as-sayyati degan-ku, u yog'i uji tundagi o'qitiladigan, biz hozir xufton deymiz forschalar. Xufton namozi. Isha deydi ular. Isha.
Uchta chiqyapti-da, qarang. Endi qayerda mana shu uchta joyda o'qiladigan namoz kelsa, namozga tur degan aqimus salot iborasi keladi. Lekin salot so'zi namoz ma'nosida emas, boshqa ma'nosida kelsa, yonida na nomi bor salotni. Isha, vusta degan nomlar yo'q va aqimus salot so'zi ham yo'q. Prosta boshqa diniy vazifalar ma'nosida kelgan. Endi qarang. Siz bu yerda boya men sizni ko'rdim boshdan oxirigacha. Zikr bilan kelgan so'zlarga ham salot ma'nosini berib gapirib o'tiribsiz. Qaysi oyatda aytdim? Qaysi oyatda? Hozir mana Baqara surasini 238, 239larda aytdingiz. Hop. Qarang. Arof surasi 205-oyatlarda o'tgan safar tortishganimizda ham aytgansiz. Siz Rad 15da ham qarang. Sajda so'ziga ibodat salot so'z ma'nosini, namoz ma'nosini beryapsiz. Qarang, Qur'oni Karimni siz manashular, siz mutaxassissiz. Qur'onda har bir, hattoki chap qo'lni, o'ng qo'lni farqlab nom bergan Alloh Qur'onda zikrni ham namoz, sajdani ham namoz, namozni ham namoz deyishi mumkin emas. Salot deb aytilgan namoz ma'nosida kelgan hamma joyda nomi bilan kelgan va aqimus salot, o'rningizdan turinglar namoz uchun degan. Bu faqat 3 ta vaqtda kelgan. Fajr, kunbotar va isha, xufton 3 ta vaqtda kelgan. Boshqa joyda aqimus salot ham ishlatilmagan. Boshqa so'z, zikr nima ham ishlatilmagan. Nega siz zikr so'zlariga ham namoz ma'nosini berib o'tirsiz bu yerda? Endi savollaringizga javob beraman. 3 ta savol berdingiz. 3 tasiga javob bering. Qisqa qilib. Siz aytyapsizki, tarafayn nahor 2-3-ni deyapsiz. Ya'ni quyosh chiqishdan avval va quyosh botgandan keyin bomdod va isho namozi deyapsiz, to'g'rimi? Tushungan bo'lsam to'g'ri dedingiz. 114 da va keyingi zulafa minallayni qaysi namoz dedingiz? Xufton dedingiz, ha? Xufton. Hop. Birinchidan zulaf degani jam, ya'ni bitta emas, ikkita emas. Eng kami 3 ta degan ma'noda. Zulaf degani ko'plikning ma'nosini bildiradi. Ikkinchi savolingiz. Siz aytgan faqat aqoma bilan kelgan joylargina namozga dalolat qiladi dedingiz. Unday bo'lsa, Niso surasining 103-oyatda boshlayotgan aqoma emas, qodoytumus solata va aynan o'sha namozni fazkurulloha zikrga bog'laganligini menga javob berishingiz mumkin. Sizga e'tirozim yo'q. Qarang, nechinchi aqoma degan gap bilan bo'lmaydi. Niso 103. Niso 103. Hozir ochaman. Xo'p. Faiza qadaytumu as-salata fazikru. Hop. Когда вы Vergi siz nima ma'no berasiz shu yerda? Namozmi yo namoz emasmi? Shu namozmi, namoz emasmi? Стоя, сидели лежа на боках, когда же вы окажетесь в безопасности, то совершайте намаз. Воистину намаз предписан верующим людям. Так, arabchasini men talaffuziga qarayman. Xo'p. Faiz qadaytumu. As-salata. Siz aytgandek aqoma yo'q bu yerda. Siz aytdingiz faqat aqoma bilan kelsa namoz o'qilaydi. Lekin bu yerda namoz vaqti, namoz o'z vaqtida farz qilingan ekan oyatning boshida kelyapti. Ya'ni namozni farzligiga dalolat qiluvchi eng asosiy oyatning boshida aqoma kelmayapti. Siz aytdingiz aqoma bilan boshlansagina namoz bo'ladi dedingiz. Bu siz savolingizga birinchi javob. Ikkinchisi mana Hud surasi 114-oy lay deganingiz bir emas, 3 va undan ko'piga ishorat qiladi. Arab tili qoidasi bo'yicha kerak. Nima zulaf so'zi? Zulafni yozib ko'rishingiz mumkin so'zliklar. Zulafni siz tunga nisbatan olyapsiz. Tunni любой momentida o'sha o'qish ma'nosida kelgan bo'lishi kerak. Endi men arab tili mutaxassis emasman, lekin xo'p, tunning любой vaqtida deyish uchun tunning biron bir vaqtida, biron emas, bir necha deyapti. Biron bir bilan bir nechani farqi bor. Shuningdek zulfa bilan zulafni farqi bor. Zulaf degani bir necha vaqtlar degani. Biror bir degani emas. Bu yerda bor-ku, bu yerda qadaytumu degani yakunlash ma'nosida kelgan. Yakunlash. Salotni yakunlash. Qadamga
salatga o'qi degan ma'noda aqimus keladi. Bu yerda sen bajarib bo'lganingdan keyin degan so'z. Siz buni hozir aqimus bilan qadaytum bilan meni chalkashtirishga harakat qilmang. Bu yerda yakunlab bo'lgandan keyin diniy vazifalaringni yakunlab bo'lgandan keyin o'sha Allohni yotib o'tirib zikr qil, esla degan. Demak, namoz o'qib bo'lgandan keyin yana yotib turish kerak ekanda, shunaqa buyruq chiqdi bu oyatdan. Namoz o'qib bo'lamiz, yana yotib, o'tirib, engishib, boshqatdan Allohni zikr qilamiz. Shu hukm, ya'ni qo'shimcha hukm chiqdimi? Mana siz o'qidingiz. O'qiganingizdan keyin Allohni eslamaysizmi? Uxlashdan oldin la ilaha illalloh deb uxlayman har kuni. Shahodat keltirib. Eslamaysizmi siz Allohni yotgan payt? Eslaysiz? Shuni aytyapman. Endi ana shu narsa majburiymi, vaqti bormi, farzmi shu? Bu oyatga ko'ra ana shu ham namozdan keyingi shu yotib turish. Lekin bu oyatda namozni vaqti aytilmagan. Sen vazifangni bajarib bo'lgandan keyin bu yerda borku, faqat namozni nazarda tutgan deb o'ylamayman men. Har qanday diniy vazifangni bajarib bo'lgandan keyin tik turasanmi, yonboshlaysanmi, yotasanmi, yana Allohni esla deyapti. O'zingning holatingga qarab. Bu yerda namoz to'g'risida gap ketayotgani yo'q bu yerda. Siz oyatni iltimos bobonatga bir butunligida o'qing, o'zbekchasini o'qing, o'zbekchasini o'qing. Bosh mavzu nimadan kiryapti, nimani ta'riflayapti va oxirida mana shu oyatda buyurilgan narsa nimaligini oxirida so'ngida nuqta qo'yapti. Mana shu sizga aytilgan namoz, salat mu'minlarga belgilab yozib qo'yilgan, ya'ni farz qilingan. Hozir men sizni tarjimangizni ochib o'qiyman. O'sha Nisoni 102 nechi dedingiz? 103 mi? Olamiz. Siz o'zingiz tarjimangizni o'qing, ko'ramiz. Xo'p, mana shu tarjimani o'qib shu yerda yakun yasasak ham bo'ladi, sababi uzoq bo'lib ketdi. Kuzatuvchilardan iltimoslar tushyapti. Bu alohida chiqsanglar bo'lar ekan yoki boshqa nima qilsa bo'lar ekan. Ya'ni so'zlar, lug'atlar ustida muhokama qilayotganda nima bo'lmasa yaxshi bo'ladi. Xo'p, mana 102 ni o'qiyman. 102 ni. Ey Muhammad, sizni tarjimangiz bu. Mo'minlarning ichida bo'lib, ularga namozni to'liq ado qilib bermoqchi bo'lsang, mo'minlardan bir jamoat sen bilan birga tursin. Qurollarni ham o'zlari bilan olsin. Birinchi rakatdagi sajdasini orqangizga o'tsin va namoz o'qimagan boshqa toifa kelib namozni qolgan qismini sen bilan birga o'qisin. Shunda ham hushyor bo'lsinlar. Bu endi urush jangi payti. Qurol yaroqlarni o'zlari bilan olsinlar. Kofirlar sizlarning qurol aslahlardan bexabar qolishingizni keyin sizlarga birdan hujum qilish xohlaydi. Yomg'irdan biror aziyatli noqulay paydo bo'lsa yoki bermon bo'lsa, shu qurol aslahalaringizni qo'yib qo'yishingizda sizlarga gunoh yo'q. Shunda ham ehtiyotkor bo'ling. Alloh kofirlik qilgan qiluvchilarga aniq hollovchi azob tayyorlagan. Urush paytidagi namoz. Endi nima deyapti? 103 da safarda namozni ado etar ekansiz, tik turgan, o'tirgan ayollaringiz uzra Allohni yod eting. Siz noto'g'ri tarjima qilibsiz buni, ukam? Xo'p, to'g'ri tarjima qilingchi. To'g'ri tarjimasida mana qarang, o'zingiz, mana men arabchasini olyapman. Qadaytumu degani nima degani? O'qib turgan paytda degani. Qazo so'zi nima degani? Qazo. Yakunlab bo'ldi degani. Yakunlandi deganimi? Qazo qildi, yakun bo'ldi, umriga poyon tugadi degani-ku. Nega siz qazo so'zini o'qib turgan paytda deb noto'g'ri tarjima qilgansiz? Safarda namozni ado etar ekansiz. Siz namozni yakunlab bo'lgach, mana ana shu nimani namozni o'qib bo'lgandan keyin dam olsang ham, askarlikka turib, dejurstvoga tursang ham yana Allohni zikr qil deyapti. Bu namozdan keyingi haqida ishlar to'g'risidagi oyat. Siz noto'g'ri tarjima qilgansiz. Xo'p, endi ana shu siz noto'g'ri tarjima deyapsiz. Qazo degani bir ishni yakuni yasadi, bajarib bo'ldi deyapsiz. Isro surasining 23-oyatini boshida shu ma'nozni berib ko'ringchi, qani. Xuddi tali tarofga bir ma'no aytib ko'rdingiz, bu oyatga keyin aytmasiz. Isro surasining 23-oyatiga shuni aytib ko'ringchi. Tushamiki shu ma'no, siz bergan ma'no tushamiki? Qarang. Ya'ni qazo so'zi faqat bir ma'no bilan qisqartirib, bir ma'no bilan nima qo'yganmikin? Chegaralanib qo'yganmikin yoki farqli ma'nosi bormikin? 17 nechi? Isro 23-oyat. 23. Xo'p. Qazo so'zini siz hozir namoz o'qib bo'lgandan keyin ham namoz o'qi deyapsiz-da. Mana bu Nisa surasi. Siz ma'noingiz bo'yicha shunaqa aytyapsiz. Siz namoz o'qib bo'lgandan keyin yotib, turib, o'tirib, yana Allohni zikr qil. Chunki bunaqa
Bu ibodat vaqtida ado qilib farz qilingan deyapsiz. Demak, namozdan keyingina o'tirib turib ibodati hamning vaqti borligi u ham farziga chiqyapti. Agar alohida ikkita ibodat, ikkita tur namozdan keyingi yana alohida deb ikkiga bo'lib olsak, hammasini birlashtirib Alloh aytayaptiki, ha bu namoz nima deyapti? Vaqtida farz qilib ado etish kerak bo'lgan narsa Hop. deyapti. Açtım ben İsra suresi 23. 23. oyatini. Ve qadda rabbike alla ta'budu illa yahu ve bil validayni ihsana. Hop. Bu yerda ham xuddi shunday-ku. Senga shu Ma'nos- qilib bo'lgandan keyin hech kimga Ma'nosini o'qingchi. ma'nosi shunday. Senga Alloh o'zidan boshqa hech kimga ibodat qilmaslikni buyurgandan keyin boshqalarga sen shundan keyin boshqaga sig'inma deyapti. Aytib bo'lgandan keyin. Vot Alloh Ha. menga aytdi, ey Bobomurod, Allohga mendan boshqa hech kimga sig'inma deb bo'ldi. Men o'shandan keyin hech kimga sig'inmasligim kerak. Buni eshitganimdan keyin. Aytayotgan paytda bo'lsa, mana menga Alloh odnavremenni aytayotganda, men o'sha paytda keyin hech kimga sig'inmasligim kerak. Ma'no ham chiqmaydi-ku unda. Demak, bunga ko'ra aytib bo'lgandan keyin deb ma'no beradimi? Robbing aytib bo'lgandan keyin. Aytib bo'lgandan keyin va qadar robbikala aytib bo'lgandan keyin sen o'qib bo'lganingdan keyin, eshitib bo'lganingdan keyin boshqa hech kimga sig'inma deyapti. Shuni deyaptimi? Qo'ysangizchi Bobomurod aka. Bu kitob mana qarang. Zalikal kitobul birinchi 5 oyatlarda kitob shu bo'lgandan keyin buyurildimi bu buyruqlarga o'qib turgan paytda davay tapir boshlanglar deydi. Albatta avval Alloh buyrug'ini yuborib bo'ladi, musulmonlar uni o'qib bo'ladi, tushunib bo'ladi, keyin amal qiladi. Endi xo'p, Ikkita joyda ham siz to'xtang, sizni e'tirozingizni hurmat qildim. Hurmat qilib, endi sizga bitta savol qarang, jon aka. Bobomurod aka. Tarjimangizni ko'raylik-da. Niso 17 nimani? O'z ko'rmayapman. Sizni tarjimangizda emas, men bu transkripsiyali arabchada o'tirdim. Xo'p. Sizni o'sha 23-surani qanday tarjima qilgan ekansiz? Robbing qaror berdi. Undan boshqasiga qullik qilmanglar, ota-onaga yaxshilik qilinglar. Agar ota-onaga ikkitadan bir ikkalasi yoningizda qarib qolsa, ularga uf deya ko'rma, ularga ozor ber. Mana o'zingiz ham to'g'ri tarjima qilasiz. Qaror berayotganda deb tarjima qilmoqchisiz mana. Yo'q, siz aytdingizki, bir narsani ishni bajarib bo'lgandan keyingi ma'no beradi deyapsiz. Boshqa ma'nosi yo'q deyapsiz. Bu yerda to'g'ri tarjima qilgansiz. Qaror berish, hukm berish ma'nosi ham borligiga nafaqat ikkita ma'nosi borligini qaror berish emas, qilib bo'ldi degan. Nimani qilib bo'ldi Alloh taolo? Nima qilib bo'ldi? Qaror berib bo'ldi. Qarorning ma'nosi qani agar qozodan qilib bo'ldi degan ma'no bo'lsa? Yo'q, bu yerda qarang. Siz ikkita so'zni ikkita ma'noda bitta kalimaga jamlamoqchi bo'lyapsiz. Mana qarang. Siz qaror deb qazoni qaror deb o'zingiz noto'g'ri tarjima qilgansiz. Ha, nima siz ma'no beringchi? Siz ma'no beringchi, bo'pti. Siz aytgan ma'no beringchi. Bir ishni bitirib bo'ldi deb meni beringchi. Alloh ishni bitirib bo'ldi. Aytib bo'ldi. Mana qarang, aytib bo'ldi deb berilgan bu yerda. Aytib bo'ldi. Ha, siz aytayotdingiz. Siz aytayotdingiz hozir ishni yakunlashlayapsiz. Endi aytish degan ma'noni qo'shyapsiz. Ko'ryapsizmi? Aytish qo'shyapsiz. Endi qarang. Bo'pti, siznikini to'g'ri deylik. Nega siz tarjimada qaror berayotgan paytda deb tarjima qilmadingiz unda? Chunki iza kalimasi yo'q. Iza bo'lsa edi, iza degani Bahrom, zamon va makonni shart o'z ichiga olgan bo'ladi. Sizga bitta savol, sizga avvalo kirganingiz uchun rahmat. Bitta savol bilan nima qilaman? Sizni tushunchangiz, e'tiqodingiz bo'yicha Qur'onda namoz batafsil bayon qilinganmi, yo'qmi? Albatta bayon qilingan, batafsil. Qilingan. Xo'p, bayon qilingan. Agar hozir Niso surasining 103-oyatidagi fayda qoloytumus solataniga salotni qiyom, qu'ud, ruku, sajdalarini bu namoz emas. Shunchaki ixtiyoriy narsalar, bu namozga aloqador desangiz, deyotgan bo'lsangiz, namozga menga boshqa joydan, Qur'onning boshqa joydan namozni o'qish haqida
qayda bayon qilinganini menga ko'rsatmang. Agar mana shu oyat namozni o'rgatmayotgan bo'lsa, yana boshqa qayerda o'rgatyapti? Menga Qarang. topib bering. Namoz Hop. qayerda ta'lim berilgan? Qana ruku qiladi, sajda bor yo'qligi. Qarang, Bir oyatda Bahrom, shunaqa tushuntirilgan. Bahrom jahl qilmang. Jahl Asabiylashmang. qilmayapman. Yo, jahl qilib shoshib ketyapsiz, yuragingiz hovliqibdi. Jahl qilmang. Bu Shoshayotgan bugun- sababi qarang, kuzatuvchilarga uzoq ketdi-da vaqt. yo'q, Bahrom, bugungi mavzuyingiz namozni necha mahalligi vaqtlari to'g'risida edi. Men vaqtlari to'g'risida savollarimni berdim. Endi Men ham javob berib qo'ydim. Xo'p. ichidagi rukunlari bor-ku, qiyom, ruku, sajda, u masalalar u endi yana bir 3 soat vaqtni oladi. U bo'yicha ham tortishishga men tayyorman. Lekin o'zingiz hozir ko'payib ketyapti. Oxirgi savolim dedingiz. Men sizga o'shani o'zingizga boshqa joy topib yuboraman. Hozir men qidirishim kerak. Men Yaxshi, mutaxassis mayli. emasman sizga o'xshab. Endi Xo'p, o'tgan men bir safargi oxirgi bir narsa aytmoqchi edim-da. Oxirgi bir narsa. Xo'p. Men o'zimning fikrimni aytaman. Sizni yozilımchilaringizga, hozir ham ko'rib o'tirganlarga. Ardoqli yurtdosh, eldoshlar, mening o'rganishim bo'yicha Qur'onni o'rganyapman men ham. Aniq hamma narsa Qur'onda aniq nomi bilan kelgan. O'ng qo'l, chap qo'l, o'ng quloq, chap quloq har o'zini nomi bilan kelgan. Ya'ni aralashtirib yuborish, vinegret yo'q Qur'onda. Ya'ni Qur'onda namozni men o'qib bilganlarim ana shu 3 ta: Salatul fajr, Salatul vusta, Salatul isha. O'rta namoz, 3 ta namoz. Hammasini yonida namozga tur buyurib aqimus so'zi bilan kelgan. Qolgan barcha Allohni zikr et, peshin payti, asr payti Allohni esla degan narsalar u namozga kirmaydi. Zikr so'zi eslatma so'zi. Boshqa unga sajdama namoz ma'nosini menimcha berib bo'lmaydi. Men shu fikrdaman, ya'ni meni Bahrom mana o'yladim fikrimdan qaytarib bir yarki doказательство olib kelsa, men ham 5 vaqt ko'rsam, men ham 5 vaqtni yana qayta boshlasammikan namoz o'qishni. Avval 5 vaqt o'qib yuradim-da men. Endi hozir 3 vaqt o'qiyapman Qur'on bo'yicha. Lekin bugungi Bahrom Yashar Nuriy O'zturkni da'vati ta'sir qildi sizga ham. Yashar Nuriyki birinchi bo'lib 3 dan 3 ta deb chiqqan edi. Yashar Nuriy O'zturk peshin namozi ham bor deydi. Xato uniki. U namoz yo'q bu yerda peshinda. Nimaga aytaymi? Nima uchun aytaman? Men sizlarga nima uchun peshin namozi yo'qligini isbotlab beraman. Qarang. Xo'p. Aka, u siz keyingi mavzuga o'tmaylik-da. Yo'q, Siz- peshinda siz namoz yo'qligini men Peshinda yo'q deydigan bo'lsangiz, Isro surasi 78-oyatdan chiqa olmay qolasiz. Bobomurod aka. Yo'q, aynan shu yerda aytilgan. Bo'lib aqidingiz siz da'voz bo'yicha ana shu aqidingiz sola kelyapti. Naba Bobomurod aka. surasi 11-oyatda, Naba surasi 11-oyatda kunduzni sizga maosh topish uchun vaqt qilib ajratdik deyilgan. Kunduzi ishlash uchun ajratilgan deb Naba surasi 11-oyatda aytilgan. Men Yashar Nuriy O'zturkka ergashmayman. Yashar Nuriy O'zturk o'zicha Bu bilan nima demoqchisiz? Bu bilan nima demoqchisiz? Kunduzi namoz yo'q. Kunduzni nima uchun? Sababi nima? O'qidim Ishlash, kunduz ishlash uchun, to'g'rimi? Ha. Demak, Allohning Naba surasidagi kunduzni ishlash, mehnat qilish uchun yaratdim degan so'ziga shu sababli kunduz namoz yo'q degan bo'lsangiz, tunni rohatlanish uchun yaratdim deydi. Ibodat uchun degan joy yo'q. Demak, tunda ham ibodat yo'q. Alloh taolo tunni rohatlanish uchun, dam olish uchun yaratdim deyapti. Qarang. Demak, bu kunduzi ishlash uchun, tun dam olish uchun ibodat umuman yo'q. Qarang, o'tgan safar ham shu savolingizga men javob berganman, yana ikkita odam ham javob bergan. Tunda sizlarga rohatlanish uchun deganda, bu yoqda ishladingizmi? Tunda ishlamang, ishlab bo'lib dam oling degan. Bu degani tunni boshlang'ich qismida isha namozini, xufton namozini o'qimang degani emas. O'qing degan joyi ham chiqmaydi. O'qimang demaganidek, o'qing degani ham chiqmaydi. Ishga nisbatan aytilgan bu rohatlanish degan. U yoqda ishlab, bu yoqda rohatlan. Tunda ishlanma deyapti. Men buni ilmiy asoslarini olib kelib berib turishim mumkin. Tunda kim ishlasa, oxiri sahir bo'ladi. Mana artistlarning, mashhurlarning hammasi sahir bo'ladi. Nimaga? To'ylar tungacha bo'ladi, uxlamaydilar. Azongacha qo'shiq aytib chiqadi. Hammasi sahir qaraganda. Shuning uchun aytilgan bu. Lekin tunni boshida namozini o'qib olib yotish kerak.
uxlash kerak. Tamam. Lekin bu oyatda Hop, ichida men Isro surasi tunda 78 ga yotish Isro uchun surasi deyapti. 78 ga hop shuni ayting, shundan chiqolmay qolasiz deysiz. O'zi Isro surasi eng ikkinchi bir oyat, o'sha namozni 3 mahalla. Hop, Siz kunduzi umuman namoz yo'q deyapsiz-da. Bo'pti. Quyoshning kunduzi yo'q og'ishi, namoz. quyosh liduluki shams deyapti. Quyosh haqida gap ketyapti. Quyosh kunduzi Ha? bo'ladi. Quyoshning Hop. oqqan paytida namozni ado et deyapti. Qanaqa namoz bu? Mana qarang, Isro surasi 7. Qaysi? Men hozir ochaman mana arabchasini. 17. Shams. Quyosh kunduzi bo'ladi. Ko'ringanda Bilaman, quyosh deydi. shams ishlatilgan. Lekin u yerda lidulukilni buzmang-da siz, buzmang. Hop, ma'no beringchi. Hop. Mana beramiz. Hop. Aqimus salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli va Qur'ana al-fajri. Inna Qur'ana al-fajri kana mashhudan. Hop. Namozni qarang. Lidulukil nima degani? Mana Siz ayting. lidulukilni. Lidulukil degani bir joyga misol uchun mana suvga sho'ng'idingiz-ku, oyog'ingiz uchi ko'rinib qoladi zo'rg'a. Soyang izi qolib ketgan joyga liduluki deydi. Quyoshning izi qolib borayotgan paytdan boshlab namoz o'qi. Bu shom namozi. Quyoshda izi bo'ladimi? Quyoshda soyasi bo'ladi. Shafaq nima? Soyasi bo'ladi. Shafaq nima? Kun botayotganda qip-qizil bo'lib turgan shafaq nima? Izi bo'lmaydi. Liduluki. Duluki shamsiga qayerdan bunaqa ma'no topib olasiz? Siz nega poludniya deb uni beryapsiz? U yerda kunni yarmidan deb. Nimaga siz yarmini beryapsiz? Yarim so'zi mutlaqo boshqa so'z-ku arabcha. Nimani yarmida? Sizni tarjimangizda kunning yarmidan og'ib boshlagan paytidan degansiz-ku. Og'ish payti deyiladi. Men o'zimga o'qiganim yo'q. Og'ish. Bobomurod aka. Bobomurod aka, sizga savol. Umumiy savol. Qur'on qanday tarjima qilinadi? Qanday tarjima qilinadi? Savol. Men Qur'onni tarjima qilib ko'rmaganman. Yo'q. Qur'on. Mana ingliz tilidagi kitob qanday tarjima qilinadi? Qaysi ma'noda aytyapsiz, qanday tarjima qilinadi? Ingliz tilida sizda kitob bor, tarjima qilmoqchisiz. Qaysi usul bilan tarjima qilasiz o'zbek tiliga? Men bir tarjima mutaxassisi sifatimda tarjima bo'yicha dissertatsiya tayyorlab, lekin yoqlamay qolgan bir sobiq aspirant sifatida tarjima fanining asosiy qoidasini aytaman. Tarjimada o'sha asl matnda kelgan ma'no tarjima qilinishi kerak. Asl ma'no. Birinchi qoida savol bunaqa emas. Birinchi qoida savol bunaqa emas. Qanday deyapti? Men ma'nosini matnda nima bo'lsa shuni tarjima qilaman. Shu tarjima qilishda, shu matnni tarjima qilishda qanday qilasiz? Nimadan foydalanasiz? Men qarang, misol uchun ma'nosini qayerdan olasiz? Ma'nosini qayerdan olasiz? Eshiting, men tushuntirib beryapman sizga. Hozir aytganimni qilmasang tayoq yeysan deydi-ku o'zbeklar. Men shuni o'zbekchaga если ты не будешь делать то, что я говорю, палки будешь кушать deb tarjima qilmayman. Tayoq yeysan degani nakaju degani. Pobью degan. Ya'ni bu yerda ma'no tarjima qilinadi, so'zlar emas. So'zlardagi ma'no olib chiqiladi, o'zidagi alternativa, o'zbek tilidagi ekvivalenti qo'yiladi. Men sizga mutaxassis qachon mana shunaqa majoziy ma'no beradi? Buni ham bir sharti, qoidasi bormi yo xohlagan joyini berib ketaveradimi? Unga bir ma'no, bir ishorat bo'lmasa, bir turtki bo'lmasa, asl o'zak ma'nosiga ma'no bersa ham to'g'ri tushuna oladigan bo'lsa ham uni bermasdan qoidasiz majoziy kinoiy ma'no berib ketaveradimi? Qarang, majoziy avtorga bog'liq, Avtor majoziyda ishlatsa, sen ham majoziyda xuddi shu ma'noni berishing kerak. Boshqa farqli qoidasi yo'q tarjima. Endi aka, Isro surasidagi liduluki shamsni men mana Mufradot degan arab tilini o'zini arab tili bilan izohlash tarjima degan kitobi bor. 502-hijriyda vafot etgan. Undan keyin Lisonul Arab bor, Ibn Mazurdiki, Maqoisul Lug'a bor, 400-asrlarda, ya'ni 1000 yil avval yozilgan Qur'onning so'zlarini arab tiliga izohlari bilan arablar qanday tushungan, butun arablarda urfiga ko'ra qanday bo'lgan, Rasululloh davrida bu Qur'ondagi arab Quraysh tili qanaqa ma'nolar kelgan,
Mana shu ma'nolarda men tarjima qilganman. Mhm. Mufradot bo'lsin, Umdatul Huffoz bo'lsin, Maqoyisul Lug'a bo'lsin. Bu yerdagi berilgan ma'no duluki shams degani mayluha lil g'urub. Tikkaga kelib endi botish tomonga qarab harakatlangan paytda duluki shams deyiladi. Mufradotga qarashingiz mumkin. Yoki lisonul arabga qarashingiz mumkin. Ya'ni siz bu quyoshning duluki deganda u shafaq degan ma'noni qayerdan olganingiz bir manbasini kelgisiz, keyin men ham bilmagan ekanman deyishim mumkin. Qarang. Chunki bir manbasiz keltirganingiz uchun men bilmayman, bu qabul qilish qiyin-da bu narsani. Qarang, og'ib Bu borishi. mavzu jiddiy mavzu. Bilaman, og'ib borishi deganda siz og'ishni imminni tepadan olib hisoblaysizlar. Bir siz emas, ko'pchilik shunaqa hisoblaydi. Lekin u yerda og'ib kirib borishi degan ma'no, ya'ni o'zidan oz iz qoldirib kirib ketgan ma'nosida kelgan. Bu ma'ni qarashim. Endi sizga savol. Sizni haq deb bilaylik. Namoz rostdan ham peshin vaqti ham bor, o'sha quyosh qiyshab asrda ham bor deb o'ylaydi. Nega ularni Qur'onda bironta joyda ikkita namozni? Nima deysiz? Nima kelmayapti? Ovoz eshitilmay qoldi. Sizni haq deb o'ylaylik. Bu yerlar eshitildi, oxirgi savol. Bahrom Bakirov aytgandek, peshin namozi ham, asr namozi ham bor deb o'ylaylik. Lekin birinchidan men aytgandek emas, butun islom hozirgacha butun yer yuzidagi milliardlagan musulmonlarning ittifoqi, ya'ni 5 vaqtligi. Хорошо. Ko'pchilikning ko'pligi seni aldab qo'ymasin degan oyat bor. Milliard Yo'q, ko'pchilik emas bu, ko'pchilik emas. Shu paytgacha bo'lgan hamma musulmonlar desangiz bo'ladi. Qarashu, hammasi haq, siz ham haqsiz shuning ichida deylikda. Peshin va asr namozi rostdan ham Qur'onda kelgan bo'lsa, yozilgan bo'lsa o'qish. Nega 3 ta namoz, undan boshqa 3 ta namoz nomi berilgan? Nega u ikkitasining nomini bermadi Xudo? Savoliga javob berdim-ku. Nima? Javob berib o'tdim, xuddi savolingizga javob berdim. Bu shart emas dedingiz, nomi to'g'rimi? Namozda, ibodatlarda nomi shart emas, vaqti, qonun qoidasi, hukmi, arkoni shart. Yana savol, nomi shart bo'lmasa, qolgan 3 ta namoz nomini nega siz o'g'lingizga bor bozordan bitta non olib kelib yeb qoningni to'ygizib ol desa, bu yerdagi vazifa, ahamiyat non yeb qonni to'ygizishmi yo patir non, uy non, sedanali non, ya'ni nonning nomi, ismi bo'lish shartmi? Non yeb degandan keyin men sizni gapingiz bo'yicha meni 5 ta farzandim bo'lsa, 3 tasiga ism beraman ekan, qolgan 2 tasiga ism bermayman. Farq yo'q, bolam deb qo'yaverar ekanman-da. Beryapti-yu, umumiy ma'noda kunduzning 2 ta namozi deyapti. Kunduzgi namoz deyapti-yu. Konkret bergan. 2 tasiga nega bermagan? Shart emas. Nega unda qolgan 3 tasiga berdi nomi shart bo'lmasa? Kunduzgi namozlarda chalkashlik bo'lmasin, ota-onasini oldiga kirayotganda qaysi birida bo'lmasin deb turib, xayrul kalami ma qalla va dalla qoidasi. Mana shunday tafsilotlar qo'ydi. Chalkashmaydi-ku odamlar. Nomini bersa, misol uchun Salatul peshin desa, Salatul asr deb nom bersa, undan ham zo'r bo'ladi-ku. Bolalarga ham yaxshi bo'ladi. Bu yerda aqimi solati tarafayn nahor deb, unda to'g'ri nomamon tegizdi, chunki vaqtda yosh bolalar imminni qaysi, lekin kunduzi 2 mahal 3 ta namoz berdi-yu, siz tarafan nahoriga 3 deyapsiz. Buni 2 ta 3 bo'lishi mumkin, xolos. Taraflar uchlarichi desam, yurchakka rivoyat qilib turib, bu ma'noga aytib ketyapman. Buyumlarda ko'p 3 bo'ladi. Siz aytayotgan arab tilidagi ma'nolarni umuman boshqa oyatlarga berib ko'rsam tushmayapti. Aytayotgan ma'nolaringiz bir manbasi ham yo'q-da. Agar bu haqda gaplashadigan bo'lsak, o'tgan safar siz men bilan bir kishini olib keldingiz, o'sha insondan ham men bilan namoz haqida bahslashyapti. Aqimi solati tarafayn nahor zulfan minallayda bitta namoz buyuryapti. Chunki solat deb keladi. Men u kishiga inna solati kanat alal mu'min kitaban mawquta degan oyat bitta namozmi yo hamma namozmi desam, hamma namoz dedi. Bu yerda ham birlik, bu yerda ham birlik desam, tinib qoluvdi, arab tili bilmaydimikin deb turib bitta savol berib ko'rdim. Mawquta mufratmi jammi, ya'ni birlikmi ko'plikmi desam, javob bera olmadi. Bitta so'zni ma'nosi birlikmi ko'plikmi degandan keyin men u bahsni to'xtatib qo'ydim. Sababi befoyda. Chunki mavqut ma'nosini jammi mufratmi bo'lganligi uchun hech qanday
ehtiyoj Bahram. qolmadi-da. Bahram. Siz buni nima qildingiz? Haligi qo'y foydasi yo'q ekan deb to'xtatib qo'yganimiz siz Yo, yengib Bahram. qo'ydim, isbotlab beruvdim, 3 vaqtligini isbotlab bersam ham Bahram. ta'minlayapti deb gapirdingiz-da. Bahram, iltimos qilaman, asabiylashmangda, tuhmat qilmang. Bahsni nima deydi? Siz to'xtatmadingiz. Bahsni siz to'xtatmadingiz. Bahsni men to'xtatdim, nimaga? Bir o'ylab ko'rishim kerak ekan. Balkim bir o'ylanadigan jihatlari ham bor ekan deganingizdan keyin, ha, odamga imkoniyat beraylik, unda mayli deb men to'xtatdim-ku. Nimaga yolg'on gapiryapsiz? Endi ana shu savol bering, nimaga shunday qildingiz deng? Nimaga shunaqa qildingiz deng? Yo'q, siz hozir nega yolg'on gapirdingiz? Birinchi bunga yolg'on gapirganingizga javob bering-da. Ana shunaqa voy qarang, Men savolingizga o'sha javob zapis bor, beraman. o'sha zapisni qo'yishim mumkin odamlar. Ana shu qo'ying, savolingizga javob beryapman. O'zimni qo'yaymi? ha qo'ying. Qo'ying. Qo'yganda ko'radi. Endi savolingizga men javob beraman. Ya'ni men to'xtatdim deganim shuki, ha bo'pti, sizlar bilgan narsani men bilmagan bo'lsam bo'pti, bir ko'rib qo'yaychi deb qutuldim shu bahsdan. Mavqut kalimasi mufratmi jammi bilmagan odam bilan ha deb e'tiroz bildirsam, qizingizga aytdingiz, "Mana kitobni qarachi, mavqut nima degan ekan" dedingiz. U bola kitobni qarachi dedi. Men o'tirib uni lug'at ochib, kitob ochib bitta mavqutni bilmagandan keyin to'xtatib qo'yish ma'nosida bo'pti bir ko'raychi, haqiqatda men bilmagan narsam bormikin deb shunday to'xtatib qo'ydim aka. Shu ma'noda men shuna dedim. Ha bo'pti bir ko'raychi deb qo'ydim. Bahrom, men o'sha kuni qizim o'zi 2 martami, 1 martami so'z so'radik. U aytdi, o'zingiz ham eshitdingiz. Ma'nosi siz noto'g'ri berayotganingizni Kamol ham tasdiqladi. Boshqa joyda so'z so'ramadik qizimdan. Sizni kutib qo'ymadik biz. Hozir mana shu kanalingizda qo'ysangiz, men bergan savolga mavqut mufratmi jammi desam, jam dedi. Jam degan. Lekin qizingiz aytib turib, boshqa ma'no aytdi. Bildimki, biri jam deyapti, biri mufrat. Aytmadi, lug'atdan aytdi-ku, o'zingizda ham bor ekan u lug'at. Aka, bahsga kirgan odam mavqutni ma'nosini birlikmi, ko'plikmi bilmadi. Keyin qizingizdan so'rab turdim men. So'raychi, rostdan to'g'rimikin desam, noto'g'ri aytdi-yu, jon aka. Bahrom, qarang. Bahrom, davayt bunday qilamiz. Men yomon, ana sizlar Kamol degan bola yomon, qizim ham yolg'onchi, kazzob, hammamiz kazzobmiz. Siz haq so'z bo'lsangiz ayting. Nega 3 ta 5 ta namozda 3siga Alloh nom bergan, 2tasiga nega bermagan? Ehtiyoj qolmagan. Chunki kunduz 2 mahal deyapsiz. Nima zarurat? 5 ta bolangiz bo'lsa, 3tasiga nom berasiz, 2tasiga ehtiyoj qolmaydi ekan. Bo'pti, tushunishdik. Men boshqa bu mavzuda nima qilmayman. Sog' bo'ling, rahmat. Salom bo'ling, xo'p. Rahmat kirganingiz uchun. So'z berganlaringiz uchun ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p.